Xonadonlarni ko'ryapsiz. Oddiygina loyiha bor. Hech qanaqangi bir yasatib qo'yilgan yoki bezab qo'yilgan joyga chaqirmadi. 350 million deyapti-da. Bir birodarimiz bugun jigar sirroz kasalligi bilan xonadoniga chaqirdi, keldik. Yurtdoshlar, akalari, qo'shnilari, qadrdonlari hammasi yonida turibdi. Qadrdonlar Bag'dod ahli, Farg'ona ahli, Vodiy ahli sizlardan yordam so'ramoqchiman. Shunchaki yordam emas, ehson mana shu insonni Hindistonga borib kelish uchun ozgina sarmoya so'ramoqchiman. Jigarimni beryapman men, o'zimni ukam shu sog'ayib ketsin deb. Yuragimni ham, jonimni ham beraman shu ukam uchun. Qadrdon imkoniyatim yo'q, o'sha qishga kelib qoldik. Yordam qilish imkoniyatim bo'lganda men ham yordam qilardim deydigan insonlar chiqadi oramizda. Siz yordam qila olasiz, sizning imkoniyatingiz bor. Sabab bu videoni ko'rdingiz, kimgadir jo'natishingiz yoki like bosishingiz, hatto kommentariyada bir Allohdan shifo so'rab qo'yishingiz ham mana shu insonni dardiga malham bo'la oladi. O'sha jigarimni ham, jonimni ham berardim shu bolam uchun. Hozir xonadonga keldik, mana shu ko'rsatayman. Sandallar, xalq qarangda. Xalq, butun xalq shu insonni yaxshi qilamiz harakat qiladi. Ko'cha-ko'yda bular karaoke ushlab turgan, yo rasm ushlab turganini ko'rsangiz, tortinmaydigan 5 ming so'mga son. Qo'ldan kelgancha yaxshi deb qilib qo'ydik. Bugungi ishingiz yurib turganiga xursand bo'lgan joyingiz bo'lsa, shu insonni haqqiga ehson qilib qo'ying.